Ushbu diskleymerni hech kim o'qimaydi, hatto tushunmaydi ham. Lekin biz talabga rioya qilgan holda ushbu video faqat ko'ngilochar maqsadlarga mo'ljallanib, biron kimni xafa qilish maqsadimiz yo'q. Bizni ko'rib turganingizdek 13 million 750 ming so'm pulimiz bor. Ko'ramiz mana shu pulimizni qanchaga ko'paytirib bilamiz do'stlar. Keyin ham agar ko'ngillilar bo'lsa, bizani boss 26 promo kodimiz orqali mana shu Linebet ilovasidan ro'yxatga o'tib bonus holatini Games Casino qilib tanlasizlar, sizlarga $500 bonus beradi. Xo'p, bo'lmasam ketdik, qaranglar. Minimalkamizni 4500 so'm qilamiz. Bizga 03 koeffitsient chiqishini kutamiz. Oxirida chiqsa ham bo'ladi. Mana shu vaziyat ham zo'r agar dalshi berib qo'ymasa. Yana yaxshi, yana 03 chiqdi. Normali. Davay, qaranglar, ketdik. Mana shu bizga chotki variant. 500 ming so'm balansim normali pul bilan boshlasam bo'ladi. Ketdi. 05. Ay bilat. Yana ketdik 500 ming so'm. 03. Ana endi 1 million so'm. Davay. Bizga kichkina qaytuv bo'lyapti hozir. 2 million so'm dalshi. Hozir tezroq yutib berish kerak. Xo'sh, davay. Normalniy. Qizil. Ko'k. Yaxshi. Ko'k. Normalniy. Yana ishlaydi dalshi. Ular kichkina ishlayapti-da, lekin 4 million 200 ming so'm bo'ldi. Normalniy. Dalshi yana yutib beradi hozir bu. Davay, yana 2 million so'mdan bo'lsamiz. 1.6 aytdim-ku beradi yutib. Yana o'zi beradi. Davay. Yaxshi. Udar. Natija zo'r. 18 million so'mga oshirdi. Ko'ramiz mana shu pulni men qanchaga ko'paytirib bilar ekanman. Azart yonguncha bosib ko'raman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Mana shunaqa taktikalardan foydalanib olasizlar. O'zim qaysini bossam qayerda yutib berishini o'yin paytida aytib ketaman do'stlar. Davay, ketdik. 03. To'xta. Yana 03. Udar, to'xta mana shu yerda. Chotki. Davay. 350 mingdan ketdik. Birinchi dagon. Ikkinchiga 700 ming so'm. 1 million 400 ming so'm. U bilat. 2 million 800, davay. 03. Ishla bilat. Davay. Vay suka, davay. Dalshi. 03 bilat. Rasvo. Chiqadi o'zi zerikmaymiz. Baban ketdi. 05 bitta yana ishla. Bilat. Davay. Ikkitalik 03 dalshi bor. Yaxshi 5 koeffitsient udar. La endi minus bo'lgandim. Endi minus bo'lgandim bilat. Davay. 05 bor. Davay. To'xtama. Suka. Dalshi. 1.5. Davay. Foydaga chiqarish kerak mana shu. Ko'rasizlarmi, azart yonsa ham strategiya bilan o'ynasangizlar, oxirida yutib beradi bu o'yin ham. Ko'rasizlarmi, qani strategiyacha 29 million 500 ming so'm qildi o'zi. Ko'rib turganingizdek 08, 17, 09, 18 strategiya bilan o'ynasangizlar, hech qachon oxirgacha minusga botib qolmaysizlar do'stlar. Normali, zo'r. Katta risk qildim hozir. Normali 1 minutda 29 million so'm qildim. Xo'sh, davay, endi aqlni ishlatamiz, shoshilib qolmaymiz. Ketdik, endi boshqacha taktikani qo'llab ko'ramiz. 09 chiqishini kutamiz hozir. Xo'sh, davay, tezroq o'ynash kerak edi, azart yonib qolmasdan. 05. Ana bu ham zo'r. To'xta mana shu yerda zo'r. Ikkitalik 05 ham chotki degani. Davay, 500 mingdan. Ketdi. Ikkitalik 03. Yemadi. 1 million so'm. 8. Yaxshi. Normalniy. 03. Zo'r. Yana bitta 1 million. 2 million. Yana 2 million. Yana 4 million ketdi. Mavzu balansim katta bo'lgani uchun katta risk qilyapman. Bunaqa balansda o'ynashni sizlarga tavsiya qilmayman do'stlar. Yana ana bunaqa minusga botib qolmanglar. Menda balansim normal bo'lgani uchun
qilyapman. Nima qilganda ham minusga botib qolmayman men. Bilat, pizdes shomollaganman boru. 22 million, давай. ЧК, bilat, suka. Давай. Нахуй 10 million, 10 констент, сука, блядь. Дальше. Молодец. Молодец, молодец, молодец. Gördü, блядь. 52 million so'm. Suka, блядь. Ko'rdingizlarmi, mana buni strategiya desa bo'ladi. Nima demoqchiman? Men aytmoqchimanki, mana har kim balansdan kelib chiqib qo'yish kerak. Mana masalan, hozir menda 2 million so'm balans bo'lganda 50 ming so'mdan yoki 70 ming so'mdan yoki 100 ming, 125 ming so'mdan davom qilardim. Men hozir men qilgan ishni qilmanglar. Sababi men katta balans bilan o'ynayotganim uchun katta risk qilyapman. Sizlar ham bunaqa katta pul qo'ymanglar do'stlar. Ko'ryapsizlarmi? Udar natija, udar вообще. Xo'sh, qaranglar endi. 62 million so'm tiniq gap bo'lishi mumkin emas, lekin zo'r natija. Hozir boshqa o'yinga o'taylik. Hozir o'sha azart yo'nadi. Ko'ngilcham sezyapti-da, bu o'yinni o'sha portlab tashladik. 6x qilib tashladik вообще. Давай. Minimalka 3800 so'mdan boshlaymiz. Ko'k butulka chiqishini kutamiz. Ko'k butulka bor, давай. 350 mingdan ketdik. Qancha qilib bilamiz? Uy, bilat, 5 million 250 ming so'm, 350 ming so'mga 5 million 250 ming so'm. Uy, chala. Nima balo bu? Pizdes. Ko'ryapsizlarmi strategiyaga o'xshashini? 3900, davay ketdik. Ko'k butulka chiqdi, ikkitaligi chiqdi, zo'ri chiqdi, zo'ri. 350 dan yana ketdik. 700 ming so'm. Xo'sh, 1 million 400. Yana. O chiqdi. 2x 2 million 800. Dальше. Qaranglar. 4 million qilamiz. Ketdik. Yana 4. Voy jalab. 6 million max bo'lib qoldi. Maksimalnisi. Shuncha 6 million 800 qilamiz. Bir xil dollar kursi o'ynagan sari bu ham bir xil turmaydi. Давай, блядь, давай. И, блядь. И. Voy, блядь. Voy, suka. Yaxshi. Bilat, o'takamni yo'ryapti, bilat. Bu pizdes azart yo'ndi, ko'rdingizlarmi shu? Bilat, 6200 tushiramiz, bilat. Bo'ldi. Shoshmaymiz. Hozir 11 million, 2 million so'mga tushib, shuncha qildim, ko'rdingizlarmi? Bilat, azart mana shunaqa sindirib qo'yadi odamni, shu yutqazib ketdi deb o'ylagandim, bilat. Chala. Talshqay. 700 ming. Bo'ldi. Dalshi bitdi. 1 million 400 dan dalshi. Yana 5 milliondan ketdik. Oh. Давай. Oh, bo'ldi. Stop. Qaytamiz. Boshqa strategiya qaranglar. 6200 lik minimalka bilan ikkitalik zambarak chiqishini kutamiz. Xo'p, YouTube bilan chiqdi, bu hisob qilmaymiz. Oh. Ikkitalik zambarak ana endi kutamiz, ikkitalik zambarakni. Qanaqadir yutqazish ehtimollari katta bo'lib boryapti. Men bu paytga to'xtatishim kerak edi. Hozir risk qilaman. Ikkitalik zambarak bor. Xo'sh, 2,5 milliondan ketdik. Oh. 5. Давай. 6 million 800 qilamiz. Давай. Ketdi. Дальше. Давай, блядь. Ay, блядь. Chiqdi, блядь, suka. Qanaqa, блядь,
biznes bo'lib qoldim, biladi. Bolalar, nima deysizlar, to'xtaymiz, короче. Strategiyadan ham chiqib qoldim, уже azartim ham bo'lib qoldi, bo'ldi, men mana shu yerda to'xtayman, короче. Yiban bo'lib qoldim. Biladi. Bo'ldi. Короче, o'ynamayman, to'xtadim. Birinchi marta bunaqa vaziyat bo'lishi, bunaqa summa bilan boshlab, уже bunaqa summani qisqa vaqt ichida hozir sezgan bo'lsangizlar, vashi po'xuy bosib tashladim dagonni ham. Bir narsaga amin bo'ldimki, уже bu videoni qilib, ili o'zim ham bir marta eksperiment qildim. Katta pul bilan katta foydani normalniy qilsa bo'lar ekan. Короче, bo'ldi, to'xtadim men. 147 million udar natija bo'ldi. Xullas, videomiz sizlarga yoqdi degan umiddaman. Shuncha risk qilib ko'rsatib, уже nima qildim. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yinglar do'stlar.